2 yildan beri eshakda ishlayman. Kechani kecha demay, kunduzni kunduz demay, yemay, ichmay mana shu mashinani oldim. Oddiy dastavkada ishlab. Assalomu alaykum aziz. Sizlar bugungi videorolikda ko'rib turganimdan xursandman. Mana shu 2 yil davomida mana shu BMWni qanaqa qilib olganim to'g'risida batafsil tushuntirib ketishga harakat qilaman. Videoni oxirigacha ko'rishni iltimos qilib qolaman. 2 yildan beri Moskvada dastavka samokatda ishlayman. To'g'ri, Yandeksdagi yoki Ozondagi ko'p to'lamaydi. No, minimalka обычный velosipedda ishlab yurganman shu vaqtgacha, постоянно oddiy velosipedda 45 mingdan 50 minggacha topardim haftasiga. Xudoga shukr, yemadim, ichmadim, hamma narsani kam qildim. Bitta maqsad qo'ydim oldimga, shunga erishim kerak deb. Xudoga shukr, hozir mana shu kunlarga yetib keldik. Issiqda issiq demay, sovuqda sovuq demasdan mana shunday sovuq bo'lgan vaqtlari ham 15-16 soatlab uxlamasdan ishlardim. Xudoga shukr, niyatimga yetdim. Sizlarga tavsiya qiladiganim, oldingizga bitta maqsad qo'ying, o'sha maqsadga erishish yo'lida hech narsadan toymang. Iloji yo'q, hozir faqat pul, hamma joyda pul rol o'ynaydi. Masalan, juda ko'pchiliklar mana shu Rossiyada ishlab ketib turib, keyin Rossiya bo'lmaydi, u bu deydi-yu, u noto'g'ri narsa. Misol, necha yillardan beri mana shu Rossiyada ishlab kelayotganlar, Xudoga shukr, oldin mana shu nolayotganlar, hozir nolib ketayotganlar ham Rossiya orqasidan mashinali bo'ldi, uy joyli bo'ldi, uylana olmayotgan uylanib oldi. Qarochi, o'ziga nima kerak bo'lsa, hamma narsani qilib oldi. Hozir sharoiti zo'r bo'lib turib, endi Rossiyani yomonlab, bunaqa yegan narsaga tupurish kerak emas. Mana shuncha yillardan beri shu Rossiyada hamma ishlab kelyapti. 1 so'mda 2 so'm qilib, hamma narsa imkoni bor. Hamma davlatlarda ham sizga yotqizib qo'yib non bermaydi. Ну, правильно, bu yerda dokument boshqa narsalar bo'yicha juda ko'p hozir ko'payib ketgan. No, hamma narsani eplasa bo'ladi. Hozirda ham mana shu o'zbeklar juda ko'p, mana shu Rossiya davlatida. Aytmoqchi bo'layotganim, mana shu Rossiyaga kelyapsiz, qaysi davlatga borishingizdan qat'iy nazar bitta maqsadingiz bo'lsa, oldinga qarab intilsangiz, oziq yeb ichadi kam qilsangiz, hamma narsaga erishasiz. Mana men ham 2 yildan beri mana shu samokat dastavkada yurib, mana oddiy BMW mashinasini oldim. Hamma narsani harakat qilsangiz, barakat, Xudoyim barakatini beradi. O'shaning uchun hech narsaga qaramasdan, hech qanaqa gap so'zlar, ayniqsa shu internetda har xil gaplarga ishonib, ilinib, aldanib qolmanglar. Faqat o'zingiz oldingizga maqsad qo'ying. To'g'risi aytsam, mana shu YouTube'da faqat yolg'on yaxti xabarlar juda ko'p bo'ladi. O'shalarga e'tibor bermay, oldinga harakat qilishingizni iltimos qilaman. Ana shunda 1-2 bo'ladi. Bo'lmasa hech qachon oldinga siljis bo'lmaydi. Mana 2 yil deganda BMW mashinasini oddiy dastavka orqasidan oldim. Mayda 15 soat ishladim, kecha kunduz ishladim, issiqda issiq demadim. No, harakat qildim, mana shuni oldim. Endi men sizlarga qanaqa BMW olganimni ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'ringlar faqat. Videoga like bosib, kommentariya qoldirishingizni iltimos qilib qolaman. Qani qanaqa BMW olganimni ko'rsataman. Qani ketdik. Mana o'sha sizlarga aytib o'tgan BMW X5'im shu bo'ladi. 2 yil deganda mana shu velosipedni oldim. Albatta bu hazil o'rnidagi videorolik edi. Xudo xohlasa, nasib inshaalloh Alloh shuni originallariga yetish ham nasib qilsin. Shu videorolikni ko'rib turganlar, prosta bu kayfiyat uchun olingan video edi. Mendan xafa bo'lmaysizlar.